Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Haqiqiy futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng muhim va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa videoni boshladik. Futbol afsonasi Andrey Husanov o'yiniga qanday munosabat bildirdi? Manchester City futbolchisi Wembley arenasida o'tkazilgan Angliya Kubogi finalida Chelsea-ni 1-0 hisobida mag'lubiyatga uchratib, 8-marta ushbu bosh sovrin sohibi bo'ldi. Hal qiluvchi uchrashuvning kulminatsiya nuqtasi Abduqodir Husanov va Chelsea-ning braziliyalik legioneri Joao Pedro ishtirokidagi vaziyat bo'ldi. Husanov jarima maydonchasiga yorib kirayotgan Pedro bilan yelkama-yelka to'qnashdi, raqib futbolchi chiroyli yiqilib berdi. Chelsea futbolchilari bu vaziyat uchun bosh hakamdan penalti talab qila boshladi. Ammo Darren England qarorida qat'iy qoldi va hatto VARga ham murojaat qilgani yo'q. Aynan mana shu vaziyat futbol jamoatchiligi tomonidan keng muhokama qilinmoqda. Afsonaviy fransuz futbolchisi Thierry Henry Chelsea va Manchester City uchrashuvining birinchi bo'limidagi bahsli vaziyat haqida fikr bildirdi. Henryning fikricha, himoyachi Abduqodir Husanov Joao Pedroga qarshi qoidabuzarlik qilgani uchun qizil kartochka olishi kerak edi. Thierry Henry nima dedi? O'yindan keyingi efirda Henry ushbu vaziyatni qayta ko'rib chiqqanini va hakam qarori noto'g'ri bo'lganini aytdi. Fransuzning so'zlariga ko'ra, bu epizod nafaqat penalti, balki chetlatishga ham tortardi, chunki Husanov umuman to'p uchun o'ynashga urinmagan. Men takroriy lavhani yana bir bor ko'rdim va ochig'ini aytsam, Husanovning Joao Pedroga qarshi foli bu toza penalti. Menimcha u yerda hatto qizil kartochka ham berish kerak edi. Thierry Henry. Shuningdek, Fransiya terma jamoasining sobiq hujumchisi ko'plab ekspertlar, muxlislar va ommaviy axborot vositalarining ehtimoliy reaksiyasidan qo'rqib, bunday qarorlarni ochiq tanqid qilishdan tiyilishini ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, Abduqodir Husanov joriy mavsumda Manchester City safida 2 sovrin Angliya Ligasi Kubogi va Angliya Kubogiga ega chiqdi. 22 yoshli legionerimiz bu turnirlar finali uchrashuvida o'ynab, jamoa muvaffaqiyatiga munosib hissa qo'shdi. Qolaversa, Abduqodir Husanov Angliya futbolida sovrinlarni qo'lga kiritgan birinchi o'zbek futbolchisi sifatida O'zbekiston va jahon futboli tarixidan joy oldi. Shearer Husanovni himoya qilib chiqdi, unga Gerrard qo'shildi. Angliya Kubogi finalida Manchester City markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov va Chelsea hujumchisi Joao Pedro ishtirokida yuzaga kelgan vaziyat ekspertlar tomonidan keng muhokama qilinmoqda. Gap shundaki, Abduqodir Husanov darvozaga xavf solib jarima maydonchasiga yorib kirgan Joao Pedroga yelkasi bilan to'qnashdi. Braziliyalik legioner chiroyli yiqilib berdi. Chelsea futbolchilari bu vaziyat uchun bosh hakamdan penalti talab qila boshladi. Ammo Darren England qarorida qat'iy qoldi va hatto VARga ham murojaat qilgani yo'q. Aynan mana shu vaziyat futbol jamoatchiligi tomonidan keng muhokama qilinmoqda. Xususan mashhur futbolchi Thierry Henry, men takroriy lavhani yana bir bor ko'rdim va ochig'ini aytsam, Husanovning Joao Pedroga qarshi foli bu toza penalti. Menimcha u yerda hatto qizil kartochka ham berish kerak edi, degan fikr bildirdi. Nufuzli manba Independent nashrining yozishicha, Angliya Kubogi finalidagi bahsli vaziyatdan keyin Abduqodir Husanovni qo'llab-quvvatlayotgan mashhur futbolchi va ekspertlar ham ko'p. Ushbu epizod bo'yicha Angliya futboli afsonasi mohir to'pirar Alan Shearer BBC efirida o'zbekistonlik himoyachi himoyada juda to'g'ri harakat qilganini alohida tilga oldi. Shearer shunchaki to'g'ri pozitsiyani egalladi va raqib yo'lini to'sdi. Bu himoyadagi ajoyib o'yin, deb ta'kidladi Alan Shearer. Shotlandiya terma jamoasining sobiq futbolchisi Ellie McCoist ham shu fikrni qo'llab-quvvatladi. Uning so'zlariga ko'ra, Abduqodir raqibga tanasini juda yaxshi qo'ydi va epizodda ishonchli tarzda yutib chiqdi. Steven Gerrard ham himoyachining to'g'ri o'ynaganini e'tirof etdi. Liverpoolning sobiq sardori Husanovning Pedroga qarshi harakatini yelkama-yelka oddiy kurash deb atadi va himoyachining o'yinini maqtadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Chelsea muxlislarining bir qismi va ayrim mutaxassislar Husanov jazolanmaganidan norozi bo'layotganiga qaramasdan, ekspertlarning aksariyati bu vaziyatda penalti belgilash uchun asos bo'lmagan va Abduqodir to'g'ri harakat qilgan degan fikrni bildirmoqda.
Eslatib o'tamiz, joriy mavsum Abduqodir Husanov Manchester City bilan ikkita final uchrashuvida ishtirok etib, dastlabki sovrinlari Angliya Ligasi Kubogi va Angliya Kubogini qo'lga kiritdi. Har ikki final bahsida o'zbekistonlik legioner bexato o'ynab, jamoasining muhim g'alabalariga munosib hissa qo'shdi.